Dasturimiz davom etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida Toshkentda inson a'zolarini noqonuniy sotish bilan shug'ullangan 12 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Gap shundaki, sudlanuvchi jinoiy guruh bir necha yil davomida turli fuqarolarni donor sifatida topib, ularning buyrak va jigarini xorijdagi klinikalarda transplantatsiya qilishga majburlab kelgan. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova ushbu mudhish jinoyat tafsilotlari va sud jarayoni haqida xabar qiladi. Sud hujjatlariga ko'ra, jinoiy guruh bir necha yillar davomida turli fuqarolarni donor sifatida topib, ularning buyrak va jigarini xorijdagi klinikalarda transplantatsiya qilishga majburlagan. Asosiy figurantlar er va xotin internetda buyrak va jigar sotib olamiz degan e'lon bergan. Bu e'lon orqali aloqaga chiqqan erkakning xotinning buyragini 60 ming AQSh dollarga sotishga kelishgan. Turmush o'rtog'im Telegram gruppasiga so'rab yozdik. Shunda pulga muhtoj bo'lgan shaxslar aloqaga chiqishdi. Ular pul zarurligini tushuntirishdi. Ular roziligini, notarial ota-onasining roziligini olgan holda resipiyentlar bilan o'zaro tanishtirib qo'ydik. Donorlar o'zaro narxlarni kelishgan. Sudda ishtirok etayotgan barcha shaxslardan qattiq afsusda va pushaymonda va hammadan kechirishingizni so'rayman. Boshqa bunday jinoyat yo'liga kirmaslikka va'da beraman. Jinoyatchilar donorlarni Hindiston va Tojikiston klinikalariga yuborib, soxta notarial hujjatlar va qarindosh, do'st sifatida tayyorlagan qog'ozlar orqali o'z jinoiy harakatlarini yashirib kelgan. Ular ijtimoiy tarmoqdagi donor topish guruhlariga ham kirib, yangi qurbonlar topgan. 8 oy davomida barcha ayblarni tushundim. Sizdan iltimos qilib qolardim, o'z yo'nalishim bo'yicha tarjimonlik qilganligimni hisobga olishingizni, hamda qarmog'im 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Shulardan biri nogironligini hisobga olishingizni, 133-moddaga menga qo'yilgan moddaga to'liq iqrorman. Qamoq bilan bog'liq bo'lmagan yengil jazo qo'llashingizni iltimos qilaman. Toshkentning Chilonzor tumanidagi xususiy klinika va notariuslar orqali hujjatlarni soxtalashtirgan. Qurbonlar ko'pincha pul va va'dalar evaziga majbur qilingan. Har bir operatsiya uchun donor va bemor o'rtasidagi qarindoshlik aloqasi soxtalashtirilgan. O'zim topdim donorni ham. Umuman unga daxli yo'q edi-ku. Guruh a'zolari va sheriklari daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan va sudda so'roq qilindi. Tergov davomida 2024-2025 yillarda Hindiston va Tojikistondagi soxta transplantatsiya operatsiyalari aniqlangan. Assalomu alaykum, hurmatli sudya va xalq maslahatchilari. Men 8 oy davomida markaziy tergov hibsxonasida saqlanib, o'z xatolarimni hammasini tushunib yetdim. Pushaymonman. Bu vaqt mobaynida oilamni, qari ota-onamni, 2 voyaga yetmagan farzandimni, 2,5 yoshli farzandimni juda ham tashvishga qo'yib qo'ydim. Uzr so'rayman ota-onamdan, oilamdan. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi sudyasi Azimjon Hakimov inson a'zolarini noqonuniy savdosi bilan shug'ullangan 12 nafar kimsaga hukm chiqardi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Jinoiy guruh a'zolari 2 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Sudlanuvchiga tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tashi uchun 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Ermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.